Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem Baytul Maqdisdan 7 qavat osmonga ko'tarilar ekanlar. Har bir osmonda payg'ambarlar bilan uchrashdilar. Alloh taolo namozni farz qilib qaytayotganlarida Musa alayhisalomga kelganlarida Musa alayhisalom nima dedilar? Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Alloh sizga nimani buyurdi? Ummatingizga nimani farz qildi? Payg'ambar alayhisalom 50 vaqt namozni dedi. Musa alayhisalom, Robbingizga qayting, ummatingizga yengillik so'rang, meni qavmim bunga toqat qila olmadi. Payg'ambar alayhisalom Allohning huzuriga qaytdilarda Allohdan namozni yengillatishni so'radilar. 5 vaqt namoz qisqartirildi. Ya'ni 45 vaqt namoz farz bo'ldi. Yana Musa alayhisalom